Assalomu alaykum. Do'stlar, sog'misiz-salomatmisizlar? Bugun sizlarga Urganch tekkan bozor kursi bilan hamkorlikni aytamiz. Hamkorlik adashmasam bir videoning ishida. Bugungi holatlarni ko'radigan bo'lsak, rubl 1 kaldı ekan. Bozorga boramiz, bozorga borib sizlarga bozordagi informatsiyalarni bilib beramiz. Shu anda homiylarimiz videosini qo'yib beraman. Implus telefon magazin videosini joylashtirib beraman. Implus telefon magazin 4 yil bo'lib tasdiqlangandan shunga sizlarga zo'r yangiliklarni qildilar. Bu telefonlarning 10 dona podarkasi bor. 5-iyundan amal qilishga olib qolinglar. Shuni ko'ringlar, ekranda telefonlar bilan chiqadi. Savollar bo'lsa yo'l berasizlar. Kredit hisobini xarid etadilar. Shu o'zida telefon naqd ustida 10 dona podarkani shunday qo'shib beramiz. Modellari bormi uni? Belgilanganmi? Yo'q, model umuman belgilanmagan. Aytganimga xohlagan rusumni xarid etib biladilar. Sababi do'konimizni ochilganidan 4 yil bo'ldi aka. Bo'lsin sizlarga bo'lsin debdilar. Implus. Xohlagan Honor modelda telefonni xarid etadilar. Bizdan shuning vashil egasi bo'lib chiqadilar do'konimizdan. Undan artık muhabbet bo'lmasa gerek deb o'ylayman. Shunda aksiyamiz qancha chiqsa amal qiladi endi? Bu aksiyamiz xudo xolasa ertaga necha tushadi? Ya'ni ertaga 15-may, точно 5-iyungacha. S26 Ultra 12256'lık ekan. Buni agar kredit oladigan bo'lsa, azaldan foiz to'lash kerakmi? Yo'q. Bu aksiya hamma filiallar amal qiladimi? Ko'ri qanqami? Yo'q, bu aksiyamiz общий hamma filialimizda. 477 ming so'mdan her ayda to'lab bu notebookdan olsa bo'ladi ekan. Intel Core i3 ekan bu. 3.800.000 so'mdan boshlanadi ta 6.200.000 so'mgacha. Shu summalarning ichida biza 300.000 so'mdan tovardan qo'shib beramiz klientlarimizga. Ham chexoli. O'zini chexoli, xudo xolasa, ishning mishkasi, kompyuter uchun kerak bo'lgan ishning mida aksessuarlarini qo'shib beramiz. Magazinga kelsangizlar, har xil telefonlar bor. Knopkali telefon desizlar, knopkali telefon, ishga qo'llash variantlar, ana aytib o'tgandek, har xil variantlari bor. Bozorga keladigan bo'lsak, bozor $100 $1.195 dan 1.200 dan so'rabdilar. Keyin rubl 155 dan 160 ming so'mdan chiqdi. Tanga 25 ming so'm, tanga 100 euro 1.380, Türk puli 250 ming so'mdan bo'lib turibdi. Bugungi yangiliklarimiz shunday ekan bozorda. Sog' bo'linglar, biz kuzatishni davom qilinglar.